Bizni ham dam oldirishga qo'y. Bor boshqa bog'larda aylan. Nevara qaraydigan bo'lsang, bor, ket. Sirkni oldiga bor, chop. Shunday sassiq kampir bo'libsan-da, ikkaloving bor-ku. Miyag'i. Sen ayt. Ketamanman. Bekor aytibsan. Yo'q, sen noto'g'ri tushunding, Saodat. Sen noto'g'ri tushunding. Sen unga bir yaxshilab qara, u biz bilan bir hamsuhbat bo'l deyapman. Mana nevarangni ham ovozi yomon o'tib kirdi. Menga o'xshaydi, men shunday baqirib yig'laydi. Menga qara, bir o'zingga qara, bir salonga bor, mana qo'ydi junini sal qisqartir bunday bir. O'zingga qaramay qo'ygansan. Bizda qara qanday takoy kampirmiz biza. Ha, meni takoy krossovka kiyibman. Krossovkada bilinmaydi takoyliging. Mana kallada bilinadi. Kallada? Keyin nevaralaringga aytinglar, bildinglarmi? Zamondan orqada qolib ketdinglar, zamondan orqada qolib ketdinglar demasin. Deydi hozirgi yoshlar hammasi. Biz ularga aytayotganimiz yo'q-ku, zamondan oldin o'tib ketdilaring deb. Zamondan oldinga o'tib ketdi hamma. Zamon joyida. Bularga bir ko'rsatib qo'yaylik o'zimizni. Kimga? Yoshlarga. Nima qilib? Bizni ham dam oldirishga qo'y. Bor boshqa bog'larda aylan. Nevara qaraydigan bo'lsang, bor, ket. Sirkni oldiga bor, chop. Shunday sassiq kampir bo'libsan-da, ikkaloving bor-ku. Miyag'i. Sen ayt. Ketamanman. Bekor aytibsan. Yo'q, sen noto'g'ri tushunding, Saodat. Sen noto'g'ri tushunding. Sen unga bir yaxshilab qara, u biz bilan bir hamsuhbat bo'l deyapman. Mana nevarangni ham ovozi yomon o'tib kirdi. Menga o'xshaydi, men shunday baqirib yig'laydi. Menga qara, bir o'zingga qara, bir salonga bor, mana qo'ydi junini sal qisqartir bunday bir. O'zingga qaramay qo'ygansan. Bizda qara qanday takoy kampirmiz biza. Ha, meni takoy krossovka kiyibman. Krossovkada bilinmaydi takoyliging. Mana kallada bilinadi. Kallada? Keyin nevaralaringga aytinglar, bildinglarmi? Zamondan orqada qolib ketdinglar, zamondan orqada qolib ketdinglar demasin. Deydi hozirgi yoshlar hammasi. Biz ularga aytayotganimiz yo'q-ku, zamondan oldin o'tib ketdilaring deb. Zamondan oldinga o'tib ketdi hamma. Zamon joyida. Bularga bir ko'rsatib qo'yaylik o'zimizni. Kimga? Yoshlarga. Nima qilib?